Assalomu alaykum. Men Tohir Nigora. Hozirgi kunda 19 yoshdaman va Registon tibbiyot texnikumini stomatologiya ish yo'nalishining birinchi bosqich talabasiman. Registon tibbiyot texnikumida o'qishimning sabablaridan biri stomatolog bo'lish va bu maqsadga erishish uchun texnikumning barcha sharoitlaridan foydalangan holda bilimimni kengaytiraman. Texnikumni menga yoqqan top 3 ta tomonlarga kelsak, bular har bir dars nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar asosida tashkil etiladi. Zamonaviy sharoit va tajribali ustozlar tufayli bilim olish jarayoni samarali kechadi. Ustozlarimiz o'z bilimlarini tushunarli va amaliy tilda yetkazadilar. Darslar qiziqarli, ilhomlantiruvchi va fikrlashni chuqurlashtiruvchi tarzda olib boriladi. Texnikumda o'qish 3 yil. Shu yillar davomida tanlagan sohamning yetuk mutaxassisi bo'lib yetishishim uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, xususiy klinikalarda amaliyot o'tash va ishlash, IT va ingliz tilini mukammal o'rgatilishi bunga misol bo'ladi. Bu yerda o'qib shifokorlik kasbiga bo'lgan qarashim o'zgardi. Haqiqiy shifokor faqat bilimli emas, balki kuchli ruhiy va jismoniy tayyorgarlikka ham ega bo'lishi kerak. Chunki shifokorning har bir qarori va har bir harakati inson hayoti uchun javobgardir. Bu kasb doimo diqqat, hushyorlik va ehtiyotkorlikni talab qiladi. O'z ustida ishlashni yoqtiradigan, bilim olishdan to'xtamaydigan, inson hayoti davomida uchraydigan kasalliklarni o'rganishni xohlaydigan yigit va qizlarga maslahatim tibbiyot sohasida o'zligini sinab ko'rishligi va Registon tibbiyot texnikumida tahsil olishligini tavsiya qilaman.